Do'stlar, hammaga xayrli kun. Ahroilixon kanaliga xush kelibsizlar. Xullas, biz Vyetnamdamiz, Phuoc shahrida. Hozir biz ularning mashhur safari, ya'ni o'sha Wind Pearl safariga keldik va ichkarida nima borligini ko'ramiz. Xullas, bularning o'zlarining zooparki ekan bu. Va mana shu Phuocdagi zooparkda 24 soat vaqtimizni o'tkazamiz. Ketdik. Demak, hozir mana shu tarafda qiziqarli hayvonlar juda ham ko'p. Boshlanishiga birinchi bilet olamiz va ichkariga kiramiz. Bileti bu yoqda eng kattasi, ya'ni bizga kerakligi 650 ming dong turar ekan. Bu o'zbek tilida, o'zbek so'mida 325 ming so'm bo'lyapti. Va prosta очередni qaranglar. Mana shu очередdan biz ham o'tishimiz kerak. Qanchada o'tamiz, necha soat vaqtimiz ketadi bilmayman lekin. Men Omonxon bilan birga bizga kerak kassani zo'rg'a topib, jimgina очередga turib oldik. Ichida nima bor ekan-a? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylayman, anaqani ko'ramiz. Agar fil bo'lsa, lekin niyatingizga yetasiz. Da, fil bo'lsa tegib ko'raman. Burniga tegib ko'raman. Qo'limni tiqaman. Men mazzaga o'pishaman deb. Jirafa anaqa bilan urishaman, jirafa bilan. Kenguruni ko'tiga maymunlarni og'ziga. Men maymunlarni sizlar ham yomon ko'rasizlar, lekin normal yomon ko'raman-da, maymunni bratom. Nechinchisiz? 2004 maymun yili. Yaxshi. Jigarlarimni oldiga ketaman maymunlarga. Hozir почти bizning очередimiz kelib qoldi. Hozir olamiz va ichkariga kiramiz. Wow, yeah, garchi. Hello. We need 2 tickets. For Windbird Safari only, or combo include Windwonders and Windbird Safari. Mana nakонец-то очередdan o'tib olib, kassadan 2 ta bilet oldik. Bizga 2 ta bilet 1 300 ming dongga tushdi. Bu esa o'zbek so'mida 650 ming so'm. Xullas, mana do'stlar, biz bilet oldik. Omonxonga ham, o'zimga ham oldik. Hozir endi ichkariga kiramiz. Ketdik. Va men Dubaydagi eng zo'r parkka ham borganman. Shuning uchun ham bu parkka ham o'zim fikrimni bildirib qo'yaman, обязательно. Hamma endi kirib olaylik. Okey, kirib oldik. Наконец-то ketdik. Biz mana bu yerda ekanmiz. Mana bu yerdan shundoq kirib, maymunlarni pashonga o'tib ketamiz. Ya'ni zooparkka ketdik. Turistlarga o'xshab turib turaman uni. И просто действительно bile. O'rtalar biz hozir boshladik. Aniqda srazu ko'zimga tashlangan narsa bu flamingolar. Flamingolarni umrim bo'yicha bir marta hozir ko'raman. Ketdik. O'yladim anaqa sal kattaroq bo'ladi deb o'yladim. Kichkina ekan. Kichkina emas lekin, ishoning. Qarang, bular bittasini tutib olamizmi? Qarang, bitta oyog'ida turar ekan, realni. Stabilizatsiyasi bor-ku oyog'ida. Прикольно. Qiziqda, Bobur nima qotgan ekan shu payt? Nimalarga qarayotgan? Maymunlarga qarayotgandi. Itak, hammaga assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekistonda hayvonot bog'iga keldik. Itak, Ahror hozir Vyetnamda mazza qilyapti. Men hozir kurtkalarda. Mana bularni ko'rsangiz, hamma joy qor. Вообще biz hayvonlarni ko'ramizmi, yo'qmi shuni bilmayman, lekin ko'ramiz deb umiddaman. Zooparkga endi kelganimizda birinchi hayvonni ko'rdik. Biz u tuyaqush. Shu birinchi ko'rgan hayvonni oldiga borishga taklif qilaman. Let's go. Men Baburellaga yordam berib turaman. Zooparkga kelib birinchi ko'rgan hayvonimiz bu tuyaqush, to'g'rimi? Da, bu. Siz hozir tuyaqush tuxumini yegan. Aytdim, realno tuyaqushni tuxumini yeganman. Qayerdan sotib olgansan? Korzinkada sotiladi, brat. Korzinkada sotiladi, bilasizmi? Anaqa tuxumlar emas, balula tarafda bor. Da. Sal ozgina ichroq kirsangiz, takoy ekzoticheskiy narsalar sotadigan joyda bor. И tam bo'yicha просто katta tuxum, da, огромный tuxum. Nima qo'g'irib yeyman, qaynatib. Da, qo'g'irib yeganman. И короче, ozgina shirinroq, realno shakar ta'mi bo'ladi. Ketdi bo'lmasa hozir bizni ko'ramiz. Kommentariyda yozinglar. Yeganlar bormi ekan? Davay. Let's go. Bu mana hozir men bu tuyaqushni qaranglar. Men umuman ko'rmaganman. Bor hayotimda realni ko'rmaganman. Brat, men bunga qarang, qopqalinga bizga qarayapti bular. Men aytolman, sizlar zerikib ketyapti bular hozir qishki payt. Cho'qilmaydimi hozir? Bilmayman, brat, hozir o'pishaman. Menga bez razницы. Menga qarang, shirinligiga, kattaligiga. Brat, tuxumingni yeganman men, sen tuxumingni yeganman. Voy. Не суйте руки. Brat, tushunmayapsiz siz. Mana bu yerda не суйте руки qo'lda и tigr yozilayotgan. Это не tigr. Tushunmoqchi edim. Voy bla. Вот сейчас donodiki o'ynaymiz siz bilan. Kim yutqizsa, Tegib ko'radi. da, tegib ko'radi. Davay. 3 kecham. Let's go. Don ziki. Voy bla, to'xtang. Kirri bilan o'ynash kerak. Don ziki. 2. Don ziki. Bo'ldi. Tegi. Davay. Hozir buni aldash kerak, aldash. Voy, men buni Voy bilan unga qara. Menda plan bor. Tayyormisiz? qanaqa davay.
Ha. Voy, to'xtang, mana o'sha ko'ring. Biroz yomon yumshoq ekan. Tak, keyingi joy, keyingi. Вот mana bu yerda yana qushlarmi, как бы induklar bor ekan. Ha, вот mana cho'l burguti. Ha, da. Bular qishda nima qilyapti bo'lmasam bu yerda? A tak menga telefon bo'yicha aytuvdilar, to что ko'p hayvonlarni ko'rolmaysiz, chunki sovuq paytida ular chiqmaydi deb aytuvdilar menga. Telefon qilganman-da, zooparkka kelsa bo'ladimi hozir? Chunki Axroraz Vyetnamda qat 30 gradusda, biz hozir 1 gradusda zooparkga kelsak bo'ladimi, yo'qmi deb telefon qilsam shunaqa dedilar. Mana bunaqa qush ko'rganmisiz hech? Dikobraz bor, o'xshab ketadi ekan. Mana bu nomini qarang. Buni endi birinchi marta eshitishim aytcha. Georgi Neofron Perknopterus. Pernocturus. Tak, bular kim? Bular ham mana bu lochinda, to'g'rimi? Aytcha, lochinda ham birinchi marta ko'rib turibman. Qo'rg'onchi, kanyuk, butifrufinus, kanyuk, gurkanik. Voy, anorexin, реально борзый же есть. Og'zini o'xshatingchi, og'zi. Tasavvur. Доброе утро, Майк. Бля, что-то он слишком пафосный bizlar uchun. Mismayapti, deb bizani qarang. Da. Ba'zi даже pastga tushmayapti. Вот tuya qush yaxshi edi. Kelib tam kontakt. Keyin biz tovuslarni ko'rishga keldik. Nomi Tovusda. Mana shu Tovusda menda kishidan paytimda anaqa bor edi, strah. Qo'rquv, chunki bir marta kontaktni zooparkga kelganimda, tep ko'rsam, anaqani ochaverdi. Keyin men u bilmadim to что ochishini. И прям прикинь, и milliardday точка, tushundingizmi, tip anaqasida. И qo'rqib ketdim. Ну, qochdim, yig'lab. 1 yil oldin. Mana, hozir 9 yoshda. Day bular ochib bermaydimi mana bunaqasini? Ne, uni ochish uchun bilasizmi? Ochish kerak. Qora ochish kerak. Men o'qiganman realni. Brat, gapiryapti yana bitta. Ладно, bu nima? Tovuzda biz bilan o'ynamadi, takoy gaplashmadi, kontent qilib bermadi. Lekin hozir ko'ramiz, Ahror nima qilayotgan ekan Vyetnamda, to'g'rimi? Let's go. Demak, flamingolarni ko'rdik. Bizda anaqa bor, wish list, ya'ni hayotim bo'yicha nimalarni ko'rishim kerak. Flamingoga ham bitta tik qo'yamiz. Ko'rdim. Super. Обычно unga o'xshar ekan-a? Mana bu yerda qarang, qanaqa qora qush ekan. Nima bu? Bu черный лебедь menimcha, qarang. G'ozilar chista. Qora g'oz bizada ham bor-ku. Okey, neobычный narsalarni qidirishga harakat qilamiz. Lekin men eng qo'rqayotgan narsa ham daraxtlar bo'lyapti. Chunki daraxtlardan O, mana bitta xarita bor ekan. Mana maymunlar bor ekan, fillar bor ekan. Bizga nima ko'proq qiziqroq? Qarindoshlarimmi yoki film? Umringizda fil ko'rganmisiz? Umringizda fil tirikni ko'rganmisiz? Ha, Toshkentda bor-ku, Boburilla menimcha ko'rsa kerak. Ustiga chiqib ko'rganmisiz? Ustiga chiqib ko'rmaganman lekin. Balkim bu yerda chiqib ko'rsa bo'lar. Balkim bu yerda chiqsa bo'lar, ketdi. Ana maymunlar. Ana bittasi. Zerikib o'tiribdi. Bitta sakrasan. Qarang. Uy, bля, leopard, krokodil, begemot, bля. Qiziq, ketdi. Ketib bo'lsa o'shalarni oldiga boramiz. O'shalarni oldiga boraylik, ketdi. Fillar ham o'sha tarafda ekan, ketdi. Mana haykalmi yoki real trimi? Zrenami? Ko'tte. Bu Nasarog ekan. Damn, просто. Mana omonxonam men bilan. Mana buni qaranglar. Uy, bu begemot emas, точно. Серьезно? Nima bu? Tapir. Это что такое? Tapir. Kapir? Tapir. Маленьким хоботом. Бyaxki. Nima bu? Kis. Voy, bu kelyapti. Burni qani. Burni Voy, bля. Qani? Uy, bля. Uy, bля. Mana kelyapti. Ana. Прикольно, блин. Tapir. Ey, sportda so'rayapsiz. Tapir. Men mana bitta deb ko'ring. Ma. Voy. Ashe, bizda lekin tegib bo'lmaydi-ya bularga. Real yedirib ko'ring-chi. Nima yemayapti? Ha? Hozir ko'ramiz-da. Ana, yedi Raju. O'txo'r ekan, Ha, ot yirkan. Tapirsilar. Olg'a tapirlarga Olg'a ketdi dalshi. Bog'iga qiziq bo'lyapti endi. Dayam. Maymunlar chiqadi hali. Tak, dalshi. Leopardlar bor ekan dalshi, ketdi. Dayam. Просто men bitta leopard bo'lsa, yoningizga chiqib keladi, aka. Birga unaqasiga urishib ketaman. Tak, men bitta qanaqadir shoxi bor anaqa ekan. Alen nima edi? Tuyami? Alenmi? Bug'umi? Echki. Echki, ha.
Bah. Ha bu yallar ekan bular. Chaqirib bo'lmasa ekan bular. Kel bu yoqqa. Bu yoqqa kel. Uyg'on. Uyg'on, qirol, uyg'on. Bularga ekan. O't berib ko'raylikchi. O'zi kelishar. Voy. Uyg'on, qirol. Idem. Qo'y bular, kel. Kel, parshonlar. O'shani o'tni olaylik, kstati boshqalarga berib ko'ramiz. Kibrli ekan, lekin Ha, kibrli ekan. o'zicha Vyetnamdaman deb. Ha. Bilan podpishchilar ko'p bo'lsa kerak-da. Biz ham kstati podpishchilarimizni ko'paytirishimiz kerak. Shuning uchun pastga o'tib turib obuna bo'lib qo'yinglar. Da, Bobur nima qotgan ekan qizuv-da? Toshkentda qor-ku, ha? Bilin, qizuv nima bo'layotgan ekan qorda? Qorda hayvonlar chiqarmi ekan? Ko'proq chiqishmaydi. Chiqarmaganchi. Biz lekin mazzaroq olamiz. Biz lekin konkretno mazza qilamiz bu yerda. Hamma naqa shortikda, tak rubashkalarda hozir yechib o'raman, poxod. Hozir biz kalta kesaklarni oldiga kiramiz. Короче, Ahror mazza qilayotgan ekan, biz hozir bularni ko'rishga kiramiz. Voy. Voy, blin, что за дисбаланс, дисмораль qilyapti. Zakri, yopiq. Blin, dizbal. Yo'y. Quyon bor ekan. Blin. Kamera xuddi o'tkazmaydi lekin tushunardingiz-da, shunaqa o'tkazadigan bo'lsa. Lekin ularga qarang, men bularga qarang, men buni kattaligini. Brat, bo'g'oz. Всё. Sizlar uchun tegib beraman. Sizlar bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Da, давай. Давай, bosing. Yaxshimi? Da? U bolacha tepyapti. Вот, men bu yerda esa qora quyonlar bor ekan. Men bu boshqa dadadan bo'lgan bu. Men bunisi boshqa dadadan bo'lgan. Chunki bu kul rang bu. Mana kul rang bu. Boshqa dadadan bo'lgan. Mana buni qarang. Ozgina aniq og'riqli qo'lim. Bilan ushlash mumkinmi? Brat, bilmayman. Qo'lingizga kirib ketmayapti. To'xta, qadar. Ketyapti. Bular lekin yomon yugurib ketyapti bola. Lekin juda yumshoq, takoy issiq, tushundingizmi? Qorni issiq, yumshoq, lekin narigi tomoni ozgina cho'qyapti. Brat, mana shu narsa debman. Hayvon, bular это лучший hayvon men hayotimda, chunki ular shunchalik yumshoq. Yumshoq? Da. O'sha. Voy! Ko'zi qizil ekan. Eti yaxshimi yo'qmi? Bilmayman. Ronaldoga o'xshaydi. To'xtang, men ushib ko'rayman shuni. Og'ritmay. Lekin shunaqa yumshoq. Tishlamasa bo'l. Brat, qadilmayman. Anaqa. Dada. Mana shu bola ekan, mana qilib. Qarang. Yaxshi. Let's go. Vo't, men aqlayman. Amana qarang, mana. Ну-ка, buni aniq Spider-Man kinosida ko'rgansiz. Realniymi bu? Men buni qarang. Buni qatnab kelishgan. Bilmayman, brat. So'rab ko'ring. Ne, Vyetnamda unaqa narsalar yo'q deb o'ylayman. Sun'iy emasmi mana bu narsalar? Lekin bular yana qilinadi. Meni qarasangiz ham даже ko'rinmayapti, что это не настоящий. Ukam. Sho'ttamisan? Bu xona meni xafa qilib qo'ydi, то что bu yerda sun'iy narsalar ekan. И boshqa joyda ketaveramiz. Da, zato biz zakrytый bo'lgan joyga kirdik-da, хотя bu qamyaklarni o'sha ko'rdik. Keyib ko'rdik. Endi ko'ramiz Ahrorlar nima qilayotgan ekan. Mana bu nima ekan? Ha, bu gepard ekan. Leopard. Mana rasmi. Leopardmi? Gepardni, короче, o'sha. Ha, bu leopard. Leopardga o't beramiz. Mana turibdi. Ana. Oh, shit. Kel bu yoqqa. Bular qanaqa qiladi? Mushugi ham Kel. Bular menga yomon qarayapti. Yemoqchiman poxodu. Ha, bu kemiydi ustalik. Uy, qarang. Og'zini ochdi, yemoqchi bo'ldi konkret. Sen o'zingni qarang. Leopard o't yemaydi, so'rim. Da, ketdi. Skuchniy ekan, anaqa, zerikarli ekan bu. Yo, qiziqarli bo'ladi, qorni och bo'lsa. Dayt qorni och payti kelib ko'ramiz. Давайте. Qo'lingizga kesib beramiz. Okay, давайте. Zo'r dey. Zo'r. Agar shunaqa bo'lishini xohlasanglar, videoga like bosib qo'ying. Tak, bu yoqda begemot bilan fil qizuv. Nima? Black bear. Qorni ayiq. Ayiqmi? Ha, ayiq ekan, ketdi. Dalish ketdi. Demak, hozir mashtaribdi. Qiziqarli hayvonlar juda ham ko'p. Hozir o'tib ko'ramiz, birma-bir. Birinchi leopardni ko'rdik, lekin eng qizig'i ungacha anu bo'ldi. Tapirmi? Shunaqa bo'ldi. Tohir bilan. Tohir degan dasiga borib qo'ying. Nima bu? Reptiliya area. Ha, bu yoqda anaqa ilonlar bo'lsa kerak, ketdi. Va biz yo'lda sudraluvchi hayvonlarning g'orini ko'rib qoldik va kirishga qaror qildik. Ha, mana shu ham fil bo'lsa kerak, ketdi ko'ramiz. Uy, mana anaqa rang o'zgartiradigan. Nima ekan bu? Rang o'zgartiradigan. Xameleon.
tegish mumkin emas ekanda. Tak, dalish mana bitta nima ekan? Kattaligini qarang. Bro, bilak 100 talik lekin bizada yo'q bu narsa. Kattaligini qarang. Bitta sakrab qolsami? Yo, ketdim. Mana bu nima ekan? Bu ham qanaqadir reptili. Ana burchakda turibdi. Sakrab ko'rdingizmi? Kadrda bor. Toshdan yuryaptim, ha? Qiziqarli hayvonchalar. Normal. Nimadir qilyapti lekin 100 talik. O'y, mana qarang kattaligini. Rad bu tishlasa nima qiladi sizni? Bilasizmi, mashina tishlasa konkret yulib oladi. Kechqurun bir ekan sizni turtmash. Matematik ustozim o'xshar ekan bular. Kulib turibdi lekin qarang. Ha, Zulfiya opa chista. Zulfiya opam shunaqa kulib turardi, keyin 2 qo'yib berardi. Gandak. Mana ilon. O'zi aslida bilasizmi, men ilonlarni mehribon deb o'ylayman. Siz shunaqa deb o'ylaysizmi? Yo'q, Men ilonlarni mehribon deb o'ylayman nimaga? Ilonlar mehribon qachon sizni yeb to'ygandan keyin. Tur bitta ochsammi bizga? Men chichib yuboraman bratim. Eng qizg'anti ham tash yotibdi. Er-xotinlar bular. Ha, paxodi shunaqa. Mana bu nima ekan? Buni ko'pligiga qarang. Gikommi nima u? Tak, dalishi ketdi. Mana bu nima ekan? Voy bile. Kichkina ekan. Mana. Bo'pti, pox. Kibrli ekan. Bizaniki unaqa emas. U chiripaxa, toshbaqa. Mana. Kattaligini qarang. Boshtirasini qarang. Ko'tingiz yoraveradi, bilasizmi, tishlasa? Siznikichi? Da, menikini ham. Tak, bu yoqdan chiqdik, hamma narsani ko'rib bo'ldik. Endi dalish ketamiz. Prikin! Nima bu? Kenguru! Mana. Men tirik umrimni ko'rmaganman tirik kenguru. Serios? Nima shu ko'rmaganmisiz? Mana orzuyim bu kenguruni ko'rish. Undan ham kattasi ichgani bor, soatga qo'lim chiqib ko'rish. Prikin! Va yo'lda biz tashlandiq avtobusni ko'rib qoldik. Va Omonxon u bilan nimadir qilgisi kelib qoldi. Omonxon yoshligini eslamoqchi bo'ldi. Bo'ydada biz tashlandiq avtobusga kirib ko'ramiz. Kimdir bormi bu yerda? Qara, rostdan kimdir bormi? Sezon. Omonxon jigarlari bilan. Keyin biz Omonxon bilan fillarni ko'rishga ketdik. Ana fil. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Da. Men ko'rmadim lekin bor bilaman. Lekin filga ovqat berasiz. Filga ovqat berib ko'ramizmi? Bizni bergan narsani yedimi u? Bunchalik yaqin turmaganman lekin. Takoy, zavoz qilibdi-yu, tichib qo'yibdi, qarang. Ana, kelyapti oldimizga. Lekin bilasizmi, nimani yomon ko'raman zooparklarda? Nimani hiddi bu? Yo'q, как будто bular qo'yib yuborilmaydi. Qamoqqa tiqilib qo'yilgandek. Mana shu narsa yoqmaydi menga. Bular birgin fillar. Bular menimcha yosh bo'lsa kerak-da, bunaqa katta emas, qarang. Qarang, вообще katta emas-da bular. Bular menimcha yosh hali. O'shaning uchun unaqa emas. Shunaqa. Oyoqchasini qarang. Oyoqchasi. Mili oyoqcha. U oyoqchasi sizdan katta lekin mili kichkina. O'sha lekin oyoqchasi sizni. Tak, biz dalish ichkariga kiramiz endi fillardan chiqib. Menimcha bu yoqda nosoroqlar bo'lsa kerak. Va biz boshqa qiziqarli hayvonlarni qidirishga ketdik. Va yo'lda tak, bu yoqda kengurular bilan ayiq, qarang, bu yerda qarang. Kenguru, ayiq, begemot. Mana nima bu bular? Mana nima bu? Bular kapalak ekan. Bu yoqda panda ham bor ekan, prikin. Panda, ayiq, faqat ayiqlar. Bilaman, iguana. Ana ayiq. Ana. Uni o'rab qo'yishganini qarang, statuetka. O'ris ayiq bu. Prikollar. Mana, bu yerda haqiqiysi. Siz do'stlar yomon jahli chiqyapti lekin. Jahli chiqmasligi uchun bilasizmi nima qilish kerak? Kanalga obuna bo'lish kerak. Просто yuribdi-yu. Shunda nima qilsan, xo'p? Menga uchib ketmaysizmi? Oldingizga kelib sanatim bo'lsin bu ham. Zavoz qilib bersa qarang. Asabiylashyapti bu. Uyga ketdim. Va biz ayiq qoldidan chiqib begemot ko'rishga ketdik. Mana begemot bilan. Siz shuni qarang. Bilish. Ana. Prikin, normal birinchi marta suzishini ko'rishim. Mana ham. Ana pish qiladi-yu, bilasizmi? Pish qilib turib yo'yoradi-yu. Kirib ketdi bilasizmi tagiga. Daraxt yeyapti bu? Shunaqa narsa yeydi. Daraxt yeydimi? Ha? Tishini qarang. Prikin, вообще. Ket, nafas olmaysan endi. Ket. Do'stlar, hozir montaj jarayoni ketyapti. Уже Toshkentdaman va prosta qiziqarli ma'lumot uchun
Men o'zimni auditoriyamni analitikasiga kirdim va statistikada narx 92% mani obunasiz kuzatayotgani ko'rib qoldim. Va bu to'g'risi juda ham achinarli holat va bundan ozgina bo'lsa ham xafa bo'lmayman. Chunki biz mana Vyetnamga ham borib keldik. Vyetnamda отдельный vlog ham olib keldik. Yaqinda mafiya chiqadi va undan tashqari juda ham katta masshtabli narsalarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Lekin mana shunaqa statistikadagi sonlar meni sal qayg'uga soldi. O'zinglar ham ko'rasizlar, menimcha biza kontentga oxirgi payt juda ham ko'p pul ajratyapmiz va sizlardan keladigan eng katta va yagona podдержка bu obuna bo'lish. Shuning uchun do'stlar, agar kimdir obuna bo'lmagan bo'lsa, naq 92% odam obunasi kuzatayotgan ekan. Shundoq videoni stop qilib turib, pastga o'tib turib, podpiskani bosib olsanglar, sizlardan hech qancha vaqt ketmaydi. Bizani esa sizlar juda ham katta podдержка qilgan bo'lasizlar. Ishonaman, do'stlar, agar hammamiz pastga o'tib turib obuna tugmasini bosib qo'ysak, bizda juda ham tez 100 ming va qarabsizki 500 ming obunachi ham bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, pastga o'tib qo'llab-quvvatlaymiz. Qanaqa desanglar, shunchaki obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Videoni davomini ko'ring. Va biz katta umidlar bilan olmaxon ko'rishga borganimizda esa Qani bu? Biroq lekin ovqati mendan yaxshiroq ovqatlanadi ekan, qarang. Reально tam mandarinlar. Desert bu yoqda. Lekin o'zi yo'q-ku. Men bu uylardanmi ekan? Kam chiqing, kam. Bizga kontent kerak. Salom aytib qo'ying, bro. Voy, bilat. Ko'rdimmi kameraga? Voy, blin. Bo'la ketinglar yoqmaysizlar ortida. Minus vibe, minus 1000 euro berdilar, tushundingmi? Eng qiziqarlisi men uchun hozircha Begemot bo'ldi, ikkinchi o'rinda Tapir va uchinchi o'rinda Ilolli. Okay. Let's go. Va biz yo'lda umuman kutmagan narsani ko'rib qoldik. Ekranda kichkina bolachalar bo'lsa qochinglar. Ko'rsatorim bitta. Ana jigaramga o'tlandi-yu. Men qila olmagan ish qildi-yu. Jimgina takoy siqdan bitta nima ekan? Hozir ko'ramiz, bu yerda nimaligini. Ammo hozirga qiziqmi, nima bor ekan? Juda ham qiziq va sher. Uyda shoshmish, rostdan sher menimcha. Seriozmi? Ha, Ana sherlar. Shammak shamgolar chek. Isbotlang siz sherxonligingizni. Sherxon. Mana o'sha haqiqiy. Isbotlaysiz ham sherligingizni, Ahror. Men sherman. Hozir Ahrorlar nima qilayotganini ko'rdinglar. Biza yaxshigina bizani yaxshi ko'radigan o'rtog'imiz yoniga keldik, yo'lbars yoniga. Da, yo'lbarsda yoniga keldik, no sovuqda chiqmayapti bu. Va pishi yo'q, va pishi yo'q. Buni qis desa chiqadimi? Qis dedi. Voy, bля, это что за лайфхак? Ну-ка, so'raychi men bolam. Ukam, bitta savolim bor sanga, bitta savolim bor. O'zbekcha gapirasanmi? Почему нет тигра? Там же есть. Серьезно? Да, серьезно, там есть. Ладно, скажешь привет нашему каналу. Привет. Подписывайтесь. Спасибо. Let's go. У тебя стой. Смотри. У него на обоих Роналдо turibdi, bola обоida Роналдо turibdi. Это что за Sigma boy? Ладно, спасибо тебе. Biza yo'lbars ko'rishga ketamiz. Mana bola topdi. Toshda sal nariroqqa borsak, yo'lbars bor ekan. Yurdik. Ay, bля. Voy, haqiqiy. Bro, Серьезно? men bunga qarang, men bunga это Buli turgan haykal deb o'ylayman. Bro, реально otsa. Bah. Filmlarda, multiklarda ko'rinadi-yu, tipo, ot ko'rsatadilar-yu. Один в один tigr. Yo'lbars reально shunaqa ko'rinadi ekan. Ну-ка, eksperiment. Hozir churib turing, men sekretniy gapimni aytaman. Hozir qarasa qaraydi. Churib turing. 1, 2, 3. А нифига. Qaramadi Bengal bo'lak. yo'lbarsi ekan bu, mana buni qarang. Bengal yo'lbarsi mana bu. Mana bu rasmni zo'r tushiribdi. Na, такой fotosessiya qo'ygan. Hozir gapimizga ishonmaysizlar. Qorda sherni ko'rganmisizlar? Да, ya'ni тем более oppoq. Во, это что за стильно? Yana bu aktivniy rost sher ekan, такой yugurib yuribdi, tushundingizmi? Buni kattaligini qarang. Ну-ка. Yugurar ekan. Vyetnamda bormi ekan sher? Yo'q. Reально yo'qmi? Bilmayman. Chunki u yerda juda issiq-ku. Bilmayman даже. Siyapti. O'zingizmi ko'tidan sizda. Sani bitta Всё, давай, ignor qilyapti. beringchi, balki qara. Давай. O'kirib berish kerak. Dadonoziki bittaga. Don ziki. O'kirib ber. Qarang. Voy, это что за yaxshi operator ishdan kallaydi bo'lib ketdi. Mana bu yerda Simbani dadasi uni oynadan qarayapti. Nima bo'lyapti deb.
Yo'q, anaqaga o'xshaydi. Filmda. Da, multfilmdagi prям biriga bir. Va biz sherlarning oldidan chiqib, ayiqlarning oldiga borganimizda bizga g'alati ovozlar eshitildi. Biz hozir bu joyga keluvdik. Bu yerda ayiq bo'lish kerak edi. Bu oq tirnoqli ayiq. Oy. Oq tirnoq. To'xtang. U kiryapti. Eshityapsizmi? Это что? Это настоящий ovoz? Да. Yuring. Yuring, давай ketdik. Ichkarida. Ichkaridan u kiryapti ekan. Ichkaridan. Это реально, пацаны. Вот biz bu tarafga keluvdik. Bu yerda oq tirnoqli ayiq bo'lishi kerak ekanda. Ayiq, nima ekan? Yo'q ayiq. To'xtang, anaqa ayiqlar qishda o'zi uxlaydi-yu. Точно. Qishda uxlaydi, 3 oy uxlaydi. Yo'lbars. U mana ko'ryapsan? Ko'rasiz yo'lbarsni? Да, тигр. Мой братан тигр. 24/7 тигр. И просто mana. Va biz yo'lbarslarning oldidan chiqib boshqa hayvonlarni ko'rishga keldik. Ma. Qo'lingizga olib kiring. Hey. Yana qanaqa chaqirsa bo'ladi. Ana maymunlar. Riki. Ana. Voy, blin. Voy, mana yashab oldi. Ana. Ish ustiga nima tashlab olgan? Darvesh bilan. Odamga o'xshaydi. Ana. O. Nimadir berdi-otdi. Kel. Ata, WhatsApp. Jigarim, nima gap? U mana kiyotdan jigarim degan zikotdan. Ana jigarim kelyapti. Bitta sakrasanmi, biladi. Mana. Ana otdi nimadir. Ana. Nimadir otdi. Biz ham nimadir otaylik, yo'qmi ishtimi? Ana. Otish mumkin emas sizda, qo'rqib keldi. Ha, otish mumkin emas otdi. Nimani ot? Qaraygan, qanaqadir? Qaramas, просто shunaqa tur bilan. Oo, mana buni peyzajni qaranglar. Sharshara mana. Mana bu yerda sharshara. Mana skromni edit qilinglar. Tak, hozir ko'ramiz. Bu yerda bizda Bird Park bor ekan. Qushlarning parkida. Qushlar parkida. Bu hozir bu bilan solishtirib ko'ramiz. Da, solishtirib ko'ramiz. Lekin birinchi narsa to'g'risi bu kichkina ekan. No посмотрим. Ichariga. Yaxshi, zo'r. Va biz afsuski qushlarni ko'ra olmaganimizdan keyin begemotlarning oldiga keldik. Patsoni. Mana bunga qarang. Mana bunga qarang. Gloria, bu Gloria. Bular kattaligiga qarang. Brad, men tushunmayman, uni tipa oyoqlari qattiq ketyapti, chunki men bitta unchalik chuqur emasda. Bular bu qanaqa suzyapti bu? Brad, это suzmayapti, просто o'tiribdi. Bu, короче, polni hayvonlar bo'yicha, buni yer yuzidagi hayvonlar bo'yicha eng og'zi kattasi shu. Reально? Da, og'zi kattasi bo'yicha eng kattasi shu. Telegram faktlardan ko'rganmisiz? Da. Просто mem kanal bor, tipa anaqa faktlar. Begemotdan chiqib, biz tufuradigan hayvonlarning oldiga keldik. Brad, men sizga 100% beraman. Mana shu hayvon meni o'pishi mumkin hozir, chunki bular juda odamlarni yaxshi ko'radi. Bular tufuradi-ham, mana bu qanaqa hayvon? Ana, burchidagi. Mana. Brad, это ot. Ot tipa trava, tushundingizmi? Bля. Buni qarang. Tufuradi lekin, reально tufuradi bu. Brad, lekin yumshoq bo'ladi, juda yumshoq bilasizmi? Qis. Nima qoshyapti? U tipa biladimi, to'g'risi bizning qo'limizda ovqat yo'q. Ammo qarang, qotib turibdi bu ot. Xotik. Это, кстати, пони. Da, poni, da. Poni yaxshi narsa bo'ladi. Bizdan keyin hayvonlarga ovqat olishga qaror qildik. Qarang, o'zi kelyapti, tushundingizmi? Paketni ko'rib kelyapti, paket. Men даже qo'limda olganim yo'q. Это что Nima за... qilay hozir buni? Bering deb, qanaqa sipalab qo'ying, tushundingizmi? Brad, hozir tupuradi, просто hozir tuflidi. Boshlaysiz. Shunday qo'rqaman. Tuflamaydi? Ну-ка. Ma, to'xtang, men bitta beraman. Ha? Yaxshi. Nima o'yayman? Brad, anu. Da, короче, mana. Uy. Bir-biringnikini yema. Men senga ham. Poni bichora. Qarang, poniga beramiz. Qarang, otsam ushiydimi ekan. Tayyormisiz? Давай. Блять, что-то вообще не то. Yo'q, qarang, qidiryapti. Na. Poni. Qarang, ovqat bersam sipalab turmaydi, просто qo'limni cho'zaman. Вот, ko'rdingizmi? Na, poni. Na. Da, ketdi endi. Ketdi. Давай. Mana, men bitta, ichkim kelyapti. Voy, men buni просто. Uni qarang, qilich u yotibdi. Da. Ke. Men unga qarang, это что за наглёж? Na. Cho'tkam Uy. basharasini. Uy, poni keldi. Poni, men poni.
Qarang, brat. Pony kelsa, nargilar qochib ketyapti. Tushundingizmi? Pony bo'ti Sigma. Ponyni joyi bo'ti. Nima bilay. Bu bug'imi bu? Bug'imi? Echki emasmi bu? Tushadi. Bilay. Ani tepadagini tushirish kerak. Xullas, hozir biz qushlarni oldiga keldik. Bu yerda har xil qushlar bor ekan, ko'ramiz. Oo, mana nima bu? Yastribmi? Burgutmi? Ana, burgut bor-ku. Oo, ana. Nima u qarillab ketyapti. Oo, Qo'liga ushlab ko'rsa bo'lar ekan, nima? qo'liga ushlab ko'rsa bo'ladimi? Qancha hozir 50 ming don ekan, shu mana bilan ishlab ko'rish. Buni qaranglar. Hozir buni endi axborotga ushlab ko'radi, 50 ming don emasiga. Hello. Voy, buni ushlab ko'raman hozir. Anqalashini qarang buni. Seriozno? Wow! Chaqolmaydimi bular? Endi. Wow! Oh! Voy, блин! Капец! Офигеть! Нормально, блин. Всё. Bo'li, startib bo'ladi. Thank you. Bля, qo'lim qaltirayapti, нормально. Fikr stoydi, brat, stoydi, qo'rqinchli ekan. Lekin 50 ming donga вообще arziydi. Bunaqa emotsiyani olasizlar, вообще kayf. Bizlarning so'mda 25 ming so'm. Da, bizani so'mda 25 ming so'm bo'lyapti. Zato 25 ming. Ancha payda hisob qolasiz. Da, plus. Va biz to'tilarni ko'rib bo'lganimizdan keyin Simbani oldiga keldik. Riki, mana sher, yurayotgan sher. Sherxon. Ana. Oo, нормально. Ana ayol kishi yalinyapti nimadirga. Iltimos deyapti, sherga. Men ham hayotda sherman-da просто. Voy. Xullas biz hozir Omonxon bilan birgalikda safariga boramiz. Ya'ni o'sha avtobusda har xil hayvonotlarni real yonida ko'ramiz. Va avtobusning ichida bo'lamiz. Ketdik, paylanal. No, qarang hozirgacha biz har xil hayvonlar ko'rdik. Shuning uchun qaysi biri siz uchun eng prям esda qolarlisi bo'ldi? Esda qolarlisi menga mana shu papugaylar bo'ldi. Qo'limda turganida begemot bo'ldi. O'sha begemot anonga suv ichiga kirib ketdi-yu. Ha. И anaqa. Qanchacha burni anaqa. Nimadir-da, короче. O'shanisi ham normal ekan. Chunki men birinchi marta tegib ko'rdim unga. И ovqat ham berdik. Va biz safariga yo'l oldik. Va shu payt kafega ko'zimiz tushib qoldi. Va u kafeda jirafalarni ko'rib, teginib ham ko'rsanglar bo'lar ekan. Prikинь, mana. Voy, bilan hamsterchi qotdi-yu. Ha. Yaqindan o'kib. Azgina qotdi. Ana. Voy, jirafa ushlab ko'rdim. Jirafani birinchi marta ushlab ko'rdim. Prikинь. Есть еда. Ovqat yo'qmi ekan? O, mana. Prikинь. Wow, kayf. To'xtaligini qarang. Prikинь. Ushlab ko'rdingizmi? Bilay, ushlab ko'rdim lekin, ushlab ko'rasizmi siz ham? Ana hozir Omonxon ushlab ko'radi. Omonlik kesaga. Davay. Qarab ko'ramiz. Wow. Hech ushlab. Bilay, kayf. Ana, tushing. Ushlab ko'rdingizmi? Yo'q. Ushladingizmi? Yo'q. Voy, bilay. Sekin silanki otdi-da. Rikol, ana Omonxon ushyapti. Aliya, убери телефон. Omonxon ushlab ko'rdi. Ой, все подошли. Ushlab ko'rdingizmi? Нормально? Ala, kayf. Bo'ldim. Mana shu qolaman, bo'ldi. Ana endi biz hozir safariga ketamiz. Ketdik. Va biz otlarni ko'rib, bug'ularni oldiga keldik. Bu, короче, xoldor bug'i ekan, mana. Qarang, chiroyligini. Ha, chiroyli. Buka otsa-chi bitta. Ani nima yapti? Yedi. Davay. Davay, endi men oldim lekin. Kamaydi. Chunki mana ketdi dальше, bu yerda qiziq emas. Hozir kontent qiziqsidan qilamiz. Voy, qochib ketyapti, qarang. Bilmayman nima. Bilin. Men bittan bermoqchi edim. Shoxini kesib tashlabdi ekan. Kel. Mana bitta qo'y. Bittasi probni otib ko'rish kerak, чтобы tushunish uchun nima что за ovqat. Bля, что-то дальше otvordim, ketib qoldi. Mana dondonziki o'ynaymiz. Kim yutqizsa sakraydi desam hozir. Tak, hozir mana shular biz bilan kontaktga chiqish kerak. O, da. Qarang. O'zi deb qo'ydi. Voy, bilin. Na. Что-то o'pmayapti-yu, mana qarang. Voy, bilin, brad, qo'rqib ketyapman, hozir tegib ketsam, bilasiz, qusib yuboraman, real sразу. Yep qo'ying.
Это топ-10 Sigma Mods voy bilan unaqa qilmang, brat. O'pmaysizmi? Donazchi. Reality ishni прям qilib o'pishdir, tushundingizmi? Давай. Farqi yo'q. Давай. O'pishga prям. Да. Donazchi. Let's go. Brat, bittasi qoldi. Специально siz uchun, давай. Bla, umrimni bug'ini o'paman deb o'ylamagandim, bor. Nifika себе. Давай, bir marta, bla, umringiz. Yaqin bordi. Давай. Bolalaringiz yetib berasiz, bilaman, anaqani o'pganman deb. Pastanga. Qarang. Bla, men urib. Bo'ldi. Pошел. Короче, o'pmadi deb o'ylayman. Menga ko'rinmadi ekan, shunda o'pmadi. menga ko'rindi, mana bu tuk tegdi menga. Nima deb o'ylaysizlar? Sardor bug'ini o'pdimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin biz fillarni oldiga yo'l oldik. Brat, kattalarga qarang. Почему он зеленый? Зеленый bo'lyapti biz tepasi, qarang. Filmi? Yo-moyo. Brat, o'ylayman, multfilmda Seriozdan, birinchi marta ko'rishim bor, birinchi marta. Отвечаю. Bla, bo'qiga qarang, bo'qiga. Uy, tort bo'lyapti, tort. Saydonasi yeyishdan. Давай. Brat, yo'q, qarang. Ukam, biz o'tamiz. Uy, xartomani chiqardi. Mana. Bra, ko'zini qarang. Brat, anaqa qarang, anaqa. Yaqin oching. Qarang xartomani ichiga. Vot. Bitta ko'z. Mana. Buni qanday bersa bo'ladi, ha? Brat, tushundingizmi? Bu ham zerikyapti, tipa bitta o'zi yuribdi, hozir odamni ko'rib deb Fillarni ko'rib biz tuyani oldiga keldik. Cho'za, men даже bilmayman, cho'za birinchi marta ko'rishim bunaqadan. Brat, yomon qo'rqishlidan, blad. Tufradi hozir ya. Nima tuflamayman? Na. Ularni o'pishmoqchi, brat. Brat, sovqatma. Brat, nima anaqa zombini ovozi chiqyapti, tushundingizmi? Ну-ка, anaqa ustiga olsangiz-da, nima? Men sizdan. Tipo. Qanday ketdi menga, bla. Boshi, bla, prichoskaga qarang, menga o'xshaydi. Prichoskasini qarang. Yo'q, meni yo'rib, hammangiz bizdan chiroyli. Qarang. Vayga. Burni anaqa bor, Lamborghini farasi o'xshaydi ekan. Fu, blad, og'zini bilan yomon is chiqib ketdi, blad. Chislok yedingmi sen? Kimdir sana chislok berdimi, blad? Va nihoyat o'sha uzoq kutilgan joyga ham yetib keldik, ya'ni safariga. Tak, biz mana hozir waiting zone, ya'ni waiting zone. O'sha kutadigan joyga keldik. Avtobusni kutamiz va gruppa odamlar bilan, turistlar bilan va yoqimsiz odamlar o'shalar bilan avtobusga chiqib safariga yo'l otlanamiz. Go'mi Omonxon? Go'mi? Ana biz hozir avtobusga o'tiramiz. Let's go, pagnali ket. Yarim 20 minutcha turdik-a. 20 minutdan sal ko'proq turgan. Tepaga o'tira olamiz, tez. Xatga o'tiraylik. Xatga o'tiramiz. Tak, bolalar уже biz yurish boshladik. Hozir уже kirib keldik. Men ota lekin bu mashinani tushunmayapman. Sal shu o'qimay ko'ra. O, ichariga kirdik уже. Da. Ana. Tak, bular bug'ulami? Endi Legendarniy bug'ular. Ana. Yaxshi bu yoqqa o'tiribmiz, bratim. o, ko'pligini qarang. Oo. 100 talik Baburello unaqa zo'r bo'lmaydi bu yoqda. Kayf qilmaydi bizga o'xshaydi. Zerik xotda o'taticha 100 talik. Kommentariyaga yozinglar, qaysi bir yaxshiroq? Hozir Vyetnamdagi kelganimiz, ko'rganimizmi yoki Toshkentdagimi? Vroji Toshkentdagiga tegib ham bo'lmaydi. Hech qaysi biriga. Biz nechtadirga tegib ko'rdik, bratim. Va albatta do'stlar, bunaqangi harakat qilayotganligimiz uchun sizlarni maksimal podдержкалар kerak, ya'ni o'sha obuna bo'lish. Va avtobusga o'tirganimizdan keyin yo'limizdagi birinchi hayvon yo'lbars bo'ldi. Ana, Ana my life. Oo, deyshotdi hamma. My life. Qorong'i qilib qo'ysa, eshikni ochaversam hozir. Hoppa. Ana, jahli chiqyapti. Zanjir oldigacha keldik. Chiqib ketsa, zanjir oldigacha keldik. Bismillah qilib bergan. Halol yo'l. Yaqinligini qarang bizga. Sizga qarabdi. Bildi-da. Bildi-da, просто kim qarashligini bildi-da. Kimni go'shtirroqmi? Shirin bolaman o'shaning uchun. Va yo'lbarsdan keyin biz quyidagi hayvonni ko'rdik. Bizlar oldimizga kelyapti, prikin. Ana kelyapti. Mana, o. Prikin, oldimizga kelyapti. O, sal to'g'rirsa, biz oldimizga kelsa prikin. Ana. Uy, bila, yemoqchi bizani, konkretni yemoqchi. Oldinroq yur, ozgina.
Ana, uy. Tashlanibdi poxodu. One more on the right side, everyone. Nima qildi avtobus yo'lsiz ekan. Ana, bizlar oldimizga kelyapti. Avtobus водитель ko't ekan. Yeah, another one on the right side. Normalno bilan. Tilcha, yurot qarang. Ha, orqamizdan kelyapti. Voy, ular qara, qumsab qoldi sizni. Prikol, вообще kayf. 325 mingga вообще arziydi. Bizdan so'ng 325 ming so'm o'tdi. Va biz ayiqlarni ko'rib bo'lganimizdan keyin bizaga instruktor bu yoqda sherlar borligini ham aytdi. Va biz avtobusda bo'lganimiz uchun men ozgina qo'rqib ketdim. Oo, mana bir atam o'tiribdilar, ikkita xotin oldiga qo'yib qo'yib. Kimsan, sherman? Hop. Hop, mana yetab ter xotin turgan ekan. Ha, bular lager ekan deyapti, ha? Turdi. Voy, kattaligini qarang. Kichkina ko'rinadi, lekin qarang kattaligini. Sochi anaqa ekan, ha? O'rtasi tikka turgan. Neymar bilan. Neymar Junior Leon version. Qarang. Uzilib qolsam avtobus. Hop. Va sherlarni ko'rayotgan paytimiz bizaga O'zbekistondan yomon xabar keldi. Va o'sha payt men realni qo'rqib ketdim. Lekin baribir nasreniyalarni ko'tarish uchun shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Hozir ahrorlar 30 gradusda kayf qotganini ko'rdinglar. Takoy ekzotiskiy hayvonlar bilan. Endi biza Qayerga keldik? meni yaxshi ko'rgan hayvonlar. Men 2004-yilman, sizchi? Ha, 2004 nima yili? Maymun. Let's go. Kommentariyga yozgan odam like bosaman sizni kommentariyga. Let's go. Davay, ketdi. To'xting, mana bunga qarang. Это что за o'tdi bilan. Brat, hozir real behazil yotyapti. Ikkinchisi ustida o'pyapti. Behazil domlar, real. Let's go дальше. No, короче, shuncha kontent bo'lyapti. Albatta, nima qilish kerak? Like va kommentariy и oxirgi Подписка bosish kerak. Конечно. И, конечно же, hozir men такой соревновательный odamman, такой gonkalarni yaxshi ko'raman и kommentariy yozing. Kimni obzori yaxshiroq tushyapti? Ahrorlarnikimi или Bizniki. Kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni. O'zbekistonmi или Vyetnammi? Или O'zbekistonmi? Vatanim. Oy. Voy, bla, ahror bitta nima qilyapti? Blin. Ahror Vyetnamda bo'lish kerak-ku. Brat, Ko'pto'ga ham bor ekan, futbolist ahror. Да, Ko'pto'ga bor ekan, реально. No. Blin, no вообще вот обезьяны, жалко teyib ko'rish mumkin emas, lekin teyam. Shuda, va. Qo'ltig'i. Mazza qilyapti, мне кажется. Nima hamma joyda bittadan hayvon tushundingizmi? Da. Nima tipo ko'p emas. Anaqa bo'ladimi? Ha, boyagi joyda bitta edi. Maymunlarni ko'rayotganimizga qo'lga o'rgatilgan maymunga ko'zimiz tushib qoldi va biz rasmga tushishga qaror qildik. Faqat tegmasiz bo'ldi. Pampersi bor ekan. Brat, og'ir ekan ozgina. Mana bunaqa qilib tursam bo'lam. O'psam bo'lam, qachon? Mumkin emasmi? Nima qilyapti? Yuzi qanaqa bo'lyapti? Lekin realni og'ir mushuklardan og'ir ekan. Teksa nima qiladi? Yoqtirmaydi, uradimi meni? Voy. Nima qilyapti? Voy, sochimni olib yeyapti. Uy. Qalaysan, o'rta. Mikrofon ustiga o'tirib. Voy, blin. Anaqa qo'li bor, anaqa yoki odamnikidan, realni tipo ko'ja. Va biz rasmga tushganimizdan keyin Ahror oldiga keldik. Realni sochlariga qarasangiz, ahrorga juda o'xshaydi ekan, realni qarang. Вот bir xil. Bilasizmi, такой азиатский maymun ekan. Azina такой. Ko'zlariga qarang, такой. Azina koreyscha ko'zlar. Realni koreysdan ko'ziga o'xshayapti. Ko'zini все pudra surtgan. Да, realni, это что за макияж? Boyagi jin turgan maymun. Quturib ketdi o'zi. Uy. Adrenalin ichida. Realni. Brat, editda bu bola, editda. Nima bizni kesiga qochyapti bizni, odam bilan gaplashmaydigan maymun ekan bu. Ha? Brat. Mana bunga. Vo, ko'ti qizilmagan. Voy, tozalayapti nimadirdan xotinni. Bля, lekin odamga realni o'xshaydi ekan, qarang. Men aytmoqchiman, yuzlari, tamom etakda og'izlari. Ne, realni ham qarang, og'zi katta.
Так, maymunlarni ko'rdik. Жалко, ну tiyib ham ko'rdik. Birda rasm ham tushdik. Da, bemalol gapiraveramiz. Screenshot qo'ydim. И hozir biz qaytib ketamiz. Hozir biz terrariumga keldik. Terrarium. Ha, da bu degani kalta kesak sudralib yuruvchilar degani. Atichaga o'zimga ham qiziqdi bunaqa ilonlar. Bo'ta krokodil terrariumda nimaga turibdi? Terrarium hisoblanadi. Bu ham sudralib yuruvchi-ku. Ладно. Lekin просто jim o'tiribdi. Просто qarasangizlar bo'ladi, lekin unaqa tam content action bo'lmaydi. Aynan Это что за g'alati? Bu nima bu? Qarang, bu toshbaqa emas-ku. Toshbaqami bu? Toshbaqaning g'alati varianti. Reально, xartumi bormi buni ham? Anaqa filga o'xshab. Ko'rdingizmi? Nima bo'ldi? Ko'zini yopib boshladi. Uzoq sharq toshbaqasi Trionia sinensis bir bola. No yaxshi. To'rasiman pitoni. Bu yerda ilon ham bor ekan adashib. Это что за? Bitta joyda yotibdi toshbaqa. Может toshbaqa anaqani ovqatidir? Da, может. Tushundingizmi? Bля. Qani? Kallasi. Mashini olib sumka qilsam bitta. Kallasi qani buni? Biladi, uxlab yotibdi. Ataklarni ko'rinmayapti. Ketdi. Voy, bля, anani qarang. Brat, sariqlarni ko'p ko'rganman anaqa filmda. Voy, kallasi ham ko'rinar ekan mana. Kolbasa? Kallasi. Kojasiga qarang, kojasiga. Reально chiroyli bor. Kojasi mana qilib yotibdi, tipa. Ilonni oldidan ketib, bizni tusmoqni oldiga keldik va o'pishdik. Mana krokodil kichkinasi. Voy. Kichkina. Mana nasarok. The rider run on the right side. Ana nasarok kattasi. Bir yugurib kelib turib bizga ekib olsami? Hoppa. Muz shoxinimi? Boshqa narsalar ham bor ekan mana. Nasarokka ovqat. Nasarok ovqat. Mana bratim qolib ketdilar. Va men Toshkentda umuman ko'rmagan nasarokni birinchi marta umrimda ko'rdim. Va menga yoqdi. Ana. Other side. Nima qilyapti bular? Okay, zebra on the left side. And Endi zerikayotgan paytim yo'limizdan zebralarni ko'rib qoldik. Nasarokni o'ldira olmas bilganmilar? Qo'yni, asekay. Birinchi marta ko'rishim zebrani. Hoppa. Surprise me. Va biz o'tdan chiqib jirafani ko'rdik. Va bitta emas, ikkita emas, daxuy. Ana yeyapti, qarang. O'tyapti. the giraffe with the black color, that's the oldest giraffe in safari. Yeah, the more darker, the more older one is giraffe. This one, the oldest giraffe. Also, Sigit, bunaqa uzun bo'ladi deb o'ylamadim bor-ku. Uzilgina qara. Keyingi safar jiraf haqida mem qilsangiz tushunasiz işte. Qanaqa jiraf kattaligini. the antelope and the with Mamaga nechi? Anaqa anabonkasi bor-ku, takon. Mama. Begona edi. Bilib bitta sot qolsam, mayli, ha. Ya sabzero. Hozir sizda. Kayf. Kichkina zebra qarang. this one right now has a Zebrani bolasi. Because when they're sleeping, they will stand with the open eyes like the giraffe. So if you see they lie down, they have a Mom shoxini qarang. Uy, biling. Nima ekan bu? Pekin. Molmi? Yo, Pekin qamash shoxi ko'chigib ketdi. Oxirigacha-da birasidan. Mana shu bilan urushaman hozir oxirida. Ilonlarni ko'rmadik lekin. Ko'rdik-ku, Ventilyatsiyaga yopishib olib. Так, Ahror akalar 100% variantlarda ko'rsatgan Bo'lishi kerak-da. Da bo'lishi kerak Vyetnamda. O'shaning uchun biz ham hozir akvariumga keldik. Ketdim. Bu baliq boru Antarktidalarda ham ovlab o'tirishadi-yu. Bular katta baliqlar chiqadi. Nifiga себе buni yeyishadi. Bular yeyishli baliqlar bor. А так надо такой сочный, качественный икра chiqsa. Bilan может anaqa berib ko'ramizmi? Nima? Sabzi. Davay. Qilamizmi? Farqi yo'q. Beraymi sizga? Bering menga. Davay. Hozir baliqqa sabzi beramiz. Mana bu kamerada turibdi, mumkin emas deyilgan. Bunxonaning tagiga borib turishini. Tasha. Tushdi. Ye. Voy. Yedi. So, короче. Ana mission pasta deydi. Biz baliqlarni oldiga keldik. Bu yerda yana toshbaqalar ham bor ekan. Bu toshbaqa lekin реально сильно такой gladкий, матовый bor. Matовый ekan. Mashinalarni tuning qiladi. Demak, hozir bunda ham anaqasi bor-da, yo'qmi? Jabrasi, suvda nafas oladi. Bosh bu yerda
polni hammasi akula. Bular sal katta bo'lgan ekanda. Bular eng katta bo'lsa, keyin okeanga yoki dengizga qo'yib yuborsa kerak. Xullas do'stlar, mana biz hammasini ko'rib bo'ldik. Hammasini sizlarga ko'rsatdik, harakat qildik. Po krайней мере, xullas mana tugadi. Endi chiqamiz hozir. Atak zo'r bo'ldi, lekin. Ha, menga o'xshash yo'q. Esda qolarli bo'ldi lekin. Demak do'stlar, biz ham chiqib oldik. Bu yerdagi hamma narsani ko'rdik. Juda ham hissiyotlarga boy joy ekan. Harakat qildik sizlarga ham ko'rsatishga, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Baburello nima qilyapti bilmayman, sizlar ham ko'rdinglar va albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi biri zo'rroq, qaysi biri sizlarga ko'proq yoqdi. Menga Vyetnamdagi konkretni yoqdi. Juda ham. 10 dan nechi qo'ygan bo'lardingiz? Men 10 dan 10 qo'ydim. Chunki safarida umrimda birinchi marta bo'lishim. Men 10 dan 8 qo'yaman. 8 qo'yasizmi? Chunki siz Dubayda bo'lgansiz-da. Xullas do'stlar, chiqib ancha charchadim. Men uxlaydigan paytam bo'lib qoldi. Obedlardan keyin ham bo'ldi. Charchadim. Siz ham charchadingizmi? Да, конечно, блин. Men prinsipiyani mana shu yerda yotib uxlayveraman, chunki maymunman-ku. 2004 man-ku men. Ye. Da, bratan. Давай, sumka deb qo'yadi. Давай, charchamaylik. Itak biz hozir akvariumdan keyin bizning akvapark obzori tugayapti. И bundan tashqari polni уже biz mana shu zooparkda aylanib chiqib bo'ldik ham даже. Hamma hayvonlarni ko'rib bo'ldik. Просто hozir sal sovuq bo'lganiga bir ikkita hayvonlarni ko'ra olmadik. No nicho. Zato bizning obzor eng yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Eng yaxshi. Kimni obzori ko'proq yoqdi, kommentariyada yozinglar. Agar mana shu videodan keyin Vyetnamga borgingiz keladigan bo'lsa, kommentariyada Ronaldo deb yozinglar. Ronaldo fanimisiz? Yoki Messimi? Ronaldo. Chunki Messi bo'lganda hozir men bu yerdan ketardim. Yo'q, Ronaldo, yana. Ana bolasizda, mana bola kichkina bola. Da. Просто like bosinglar, Kommentariy yozish esdan chiqmasin. Let's go. Let's go. Mana do'stlar, men ham Toshkentga yetib keldim. Vyetnamdagi zooparkni ko'rdinglar. Bu yoqda endi ham ko'rib olgan bo'lsanglar kerak. Baburello kasallik hozir. Xullas, mana vlogni ham ko'rdinglar, kichkina videoni ham ko'rdinglar. Sizlarga yoqgan bo'lsa albatta kommentariyada menga Ronaldo yoki Messi deb yozib qoldiringlar. Agar yoqmagan bo'lsa, men Peleni yaxshi ko'raman yozib. Xullas, videoga like va kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Biza yanvar oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Agar ushbu video 20 mingta like yig'adigan bo'lsa, kanalimda mafiyani kutib qolinglar. Davay, charchamanglar, ishinglarga rivoj.